ota onalar, mezbonlar, hammalaringiz rahmat shunday Shahzodajonim ayni o'qish yakuniga hammalaringiz to'dalab bayramlarni qutlab, ayniqsa mening qizimga ilm bergan, Surxondaryolik qizga ilm bergan Shahzodajonimga umrlari uzoq bo'lsin, ota-onalarning umri uzoq bo'lsin, hamma og'aynilarga rahmat tilayman. Bundan ham martabasi lat bo'lsin. Rahmat. Rahmat onajon. Surxondaryodan keldingiz shu tadbirga. Ana bo'lmasam qarz chalib qo'yinglar onajonimlarga. Surxondaryolik opajonimni onalari bo'ladilar, umringiz uzoq bo'lsin. Yana gapiradiganlar bormi? Allohimga ming shukr qilaman shunaqa ota-onani farzandi bo'lganim uchun. Umringiz uzoq bo'lsin adajon. Ayajonim umuman menga shu hunarni o'rgatgan birinchi ustozim ayajonim bo'ladilar. Hozir nevaralarga qarayaptilar. Kecha Umarxon tug'ilgani uchun hozir nevaralari o'zlarida. Shuning uchun chiqa olmadilar. Hammalarga kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar.